O'lgunimcha namoz o'qiymanmi? Jamiyatdagi aksar kishilar e'tiqod va hayot tarozisida boshi berk ko'chaga kirib qolishgan. Iymoni go'zal kishining bu e'tiqodi yaxshi yashashi uchun kifoya qilmasligiga ko'p guvoh bo'lganmiz. Ot g'ildiragi og'ir aravani yaxshi torta olmaganidek, ayrim insonlarda go'zal e'tiqod bo'ladi, ammo bu e'tiqodlari ularni amalga boshlay olmaydi. Ular men ham namoz o'qishni, meni yo'qdan bor qilgan Robbim huzuriga kelishni xohlayman deydi, lekin negadir o'zida namoz o'qishga kuch topa olmaydi. Bu holatdan shuni anglab olamizki, e'tiqodning ham o'z darajalari bor ekan. Meni amalga boshlamagan e'tiqod, meni 2 juma oralig'ida amalga boshlagan e'tiqod, meni 5 mahal namozga undab, tahajjudlarga yetaklaydigan e'tiqod. Demak, ot qanchalik kuchli bo'lsa, aravani ham shuncha yaxshi tortadi. Biz avvalo mana shu nuqtalarni yaxshi anglab yetmog'imiz darkor. Chunki butunlay namoz haqida mulohaza qilamiz. Hatto 21 kun davomida namozlarning muntazam ravishda o'z vaqtida ado etish bilan doimiy namoz o'qishga odatlantiradigan formulaning sirini ham topamiz. Lekin bizning asosiy muammoimiz boshqa. Avvalo shundan boshlaganimiz ma'qul. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahobalarga eng avval iymonni tabliq qilganlar. Chunki bu ishning boshida avvalo iymon kerak, ishonch kerak. O'zimizni ishontira olmagan e'tiqodni odamlarga bajartirishning iloji yo'q. Ba'zan bir kishiga ma'lum topshiriqlar beramiz. U aytganlarimizni qilmasa, men bu odamga shuncha gapirdim, lekin gapimga kirmaydi degan paytlarimiz bo'ladi. Xo'sh, bu birodarimiz aytganlarimizga nega amal qilmadi? Chunki biz uni chorlayotgan amalimiz poydevorini ko'rmay so'zlashga tushdik. Qarshimizdagi kishini aytganlarimizga ishontira olmadik. U odam nega buni qilishim kerak? Bu amallarning avvalu oxirimga nima foydasi bor? Bu dunyoda qaysi ishimga yordamchi bo'ladi? Oxiratda menga qanday manfaat beradi? Kabi jihatlarni tushunmadi va qalbini ishontira olmagani uchun ham aytganlarimizni bajara olmaydi. Xuddi shuning uchun ham Alloh taolo bandasini avval iymonga, so'ng ibodatga buyuradi. Zotan iymonsiz ibodat maqbul emas, hatto farz ham emas. Iymon bo'lmasa, ibodatning hech qanday ahamiyati bo'lmaydi. Xo'sh, kishining o'z ishonganiga e'tiqod qilishi nega bunchalik ahamiyatli? Bordi-yu amal qilmasa nima bo'ladi? Inson ishonmadimi, uni orzu qilgan hayotni o'zi istagandek yashab o'ta olmaydi. Umri botqoqlik, haromlar bilan to'la bir hayot bo'lsa, bu ham yetmagandek, unga e'tiqod zaifligi ham qo'shilsa, do'stimiz e'tiqodiga ko'ra yashash o'rniga yashaganidek e'tiqod qila boshlaydi. Banda qilayotgan gunohini kichik sanamagunicha iymonidan ayrilmaydi. Qarabsizki, eng qimmat javohiri iymonidan ayriladi. Aksar kishilarning e'tiqod bilan bog'liq muammosi ham shundadir. Bu ma'lumotlarning barchasi Mehmet Yıldızning Alloh bilan ko'ngil suhbati namoz kitobidan o'qib berildi. Keyingi qismlarni o'tkazib yubormaslik uchun bizga obuna bo'ling.